Bugun kimni uyini sipir-sidir qilib chiqamiz. Sizlar kommentariyada topib turganingizcha biz ozgina qilib olamiz. Sen mani dardim, seni deb 10 yilga qaradim. ketdik. Voy, bizga tayyorladingizmi shular hammasini? Telefon yoqdi menga. 2 million turadi. 50 ming o'tkazamizmi? 100 ming. Ya 50 ming. Mayli. Qizlar uchun badanga sprey $30 atroflarida turadi. $1. Хорошо. Soch uchun sprey hadat bu где-то 40 yoki $50 atrofida turadi. Necha pul? Ну, если buni $1 ga olib ketdingiz, buni ham $1 ga olib keting. Hailey Bieber'ni balzami. Reально $50 sotib olyapsiz. Да, Серьезно. конечно. Narxlarni tushirmasak bo'lmaydi. $2. Хорошо. Karbonoviy chexol. Чисто 16 Pro karbonoviy. Max, да. 300 ming turadigan chexolni 10 ming so'mga olib qo'ysak, Хорошо. ikkita yana chexol. Да, 5 ming yengil. so'mdan 10 ming so'mga o'tdi. Soatlarmi? Mani qo'limga katta, поэтому kiymayman. Kiyiladigan soatlar jigarlar 7 ta soat. Hop, donasiga necha puldan beraylik? 10 mingdan oling. 10 mingdan 70 ming so'mga bizga o'tdi. Тоже qizlar uchun ночная maska Necha pul? $40 ga yaqin oldim. Hozir siz bizni kreditga tiqib ketmayapmizmi, normalni? Нет, вообще bemalol. От души, to'g'ri. Конечно. Bu ham $1 mi? Ha, men bu sumka eski yigitdan keluvdi podarkaga. Tekinga berib yuboraman. Tekinga? Ha. Demak, yigitning narxi arzon ekan endi. Kommentariyada yunka deb yozib ketsanglar, sizlarga sovg'a qo'yamiz. Потом ikkita kosmetichka, Bular ham $1 dan o'tdi. кружка bor. 5 ming so'mga olamiz. Хорошо, вот, ochki. 1000 so'mga olib ketsangiz bo'ladi. Yunka xonimizni hayron qoldirmoqchilar. Men tushundim, что eski narsalar bilan xayrlashish kerak. Boshqa korobkalari bilan. AirPods Max, Jax Da. degan. Bu bir ekan. Nu baribir shuni ham narxi примерно $300 atrofida turadi. Da. Necha pul? $50 ga olib qo'yasizmi? Qimmat. Mayli, $20. $20 ga bizga o'tdi o'rtoqlar. Endi qaranglar, ko'chada ozgina bardak bo'lib ketayotgani uchun bizga sovg'alarni kommentariy orqali bermoqchimiz jigarlar. Bizga darim hech qaysi kerak emas. Sizlarga shunday berib yuboramiz. Faqat sizga shularning orasidan qaysi bir sovg'a kerakligini yozib qoldiringlar. Bizga tanlagan paytimiz deylik, mana shu sovg'a chiqishi mumkin. Yunka hamma narsani tekinga beraman deb biz bu narsaga qarshimiz. Biz doim pullarni berib ketamiz. Umrimda birinchi marta ko'raman odamga tekin narsa bersangiz, yo'q, men pulini beraman deydi. Keyingisi kim bo'lishini aytib ketishingiz kerak. Ahrorning uyiga boring, ularda ko'p narsalar bor. O, ahrorliging jimot. Jimot emas. Точно? Точно. Aytib qo'yasizmi? Aytib qo'yaman. Ahror narsalarni tayyorlab qo'ygan. Bravo. Yig'lagilar ketib ketdi. Zo'r. Bo'lmasa kommentariyada qaysi bloger uyiga borishimizni ham belgilab ketinglar jigarlar. Sog' bo'lasizlar.